O'lim oson emas. Rasululloh oson emas. Ko'chada o'ladigan odam uxlab turib o'lim oson emas. Amr ibn al-As roziyallohu anhu aytar ekan. Qaniydi bir aqlli odam o'layotib tili bilan qolsa gapirib bersa menga o'limni dergan. Orzu qilar ekan. Farishta bu gapiga amin degan ekan, o'zi shu ahvol tushgan o'g'li. Amr ibn al-As xuddi shu ahvolda yotgan ekan, o'g'li Abdulloh aytdi. Dadajon, siz yaxshi ko'rardingiz. Siz so'rardingiz, orzu qilardingiz. O'layotgan odam jon taslim qilayotganini gapirishini siz o'zi aytib bering dedi. O'zi sifatlab bering dedi. "Ya bunay o'g'lim" dedi. "O'limni sifatlashdan ko'ra kattaroq ekan" dedi. "O'limni sifatlash iloji yo'q ekan" dedi. Iloji yo'q narsa ekan bu. Lekin men bilganimni aytib beray senga. Vallohi, Alloh qasamki, go'yoki Ridvo va Tihoma katta kitobi ikkala tog'ni ustimga tashab qo'yishganda yotibman. Va go'yoki ignani ko'tida teshik bor-u, ash teshikdan nafas olyapman dedi. Ignani ko'tida odam qancha nafas oladi? Ignani ko'tchali joydan nafas olyapman. Go'yoki ichimda tikani ko'p bo'lgan narsa tiqib qo'yishdi. Ichimda qimillayapti. Go'yoki osmon bilan yer bir-biriga urushib ketdi. O'rtasida men qolib ketgandek bo'lyapman. Mana o'limni sifatlab bergan odam. Vallohi tatisdan mana shu o'limni. Buni eslab bunga tayyorgarlik ko'rmasangiz, Alloh shu paytda sizga yaxshilik qilmasa, siz kimdan umid qilasiz boshqa? Aytdi, kimdan umid qilasiz? Ka'b roziyallohu anhu aytadi. O'lim haqida. O'lim deydi. Go'yoki tikani miqlari ko'p bo'lgan kattaroq temirda insonni ichiga tiqib qo'yib, har bir miq, har bir tikan bittadan insonni tomirini ushlab tortib suvlayotganga o'xshaydi degan ekan. Ibrohim alayhissalom payg'ambar o'lgandan so'ng, o'lim tatigandan so'ng Alloh huzuriga Ibrohimni olib chiqgan paytda Alloh so'ragan ekan. "Ya Ibrohim, kayfa vajadtal mavt?" O'limni qanday topdingiz debdi. "O'lim qanaqa ekan?" debdi. Sa Ibrohim alayhissalom aytgan ekan.